Texnika taraqqiyoti tufayli hayotimiz yanada qiziqarli bo'lmoqda, ammo foydali ixtirolar doim ham odamlar manfaati uchun yaratilmaydi. Biz faqat nimani o'rganishga imkon bersa, shuni bilamiz xolos. Dunyo elitasi nafaqat ishlab chiqarishni, balki ilm-fanni ham nazorat qilar ekan va bizga ko'p narsalarni ochiqmas ekan. Ushbu videoni oxirigacha ko'rib, bizdan qancha ma'lumotlarni sir tutishgani sizni hayratda qoldiradi. Demak, assalomu alaykum, mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazida. Genlarni tahrirlash. Genetik muhandislar genlarni tartibga solish orqali hatto chaqaloq tug'ilgunga qadar ham juda ko'p jiddiy kasalliklarni bartaraf eta olish mumkinligi haqida gapiradi. CRISPR-Cas9 tizimi inqilobiy genomlarni tahrir qilish uslubi hisoblanadi. Siz u orqali istalgan genlarni olib tashlashingiz yoki yangi genlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Ammo olimlar bularni faqat gipoteza deb atashadi va ularni mumkin bo'lgan istiqbollar deb hisoblashadi. Olimlarning aytishiga qaraganda, ilm-fanning bu bosqichida inson DNKsi rivojlanishi mumkin emas. Lekin bizda bunga shubha tug'diradigan bir qator omillar mavjud. Genetik muhandis sohasidagi yutuqlar bizga aytilgandan ko'ra ancha boshqachadir. Gen mutantlari allaqachon bizning oramizda. Olimlar allaqachon genetikaga insoniy munosabatda bo'lishadi. Bu sohada xitoyliklar eng katta yutuqlarni qo'lga kiritishdi. Ular mamlakat orasida musobaqalarda yaxshi natijalarga erishish uchun CRISPR-Cas9 dasturidan foydalanishdi. Aks holda 2008-yilda Olimpiadaning eng nufuzli musobaqalarida Xitoy basketbol jamoasi eng yuqori natijalarga erishganini qanday izohlash mumkin? O'sha yili Xitoy ko'plab medallarni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Ular o'zlarining asosiy raqiblari Amerikani ortda qoldirishda albatta faqat qiyin mashqlar orqali erishganiga ishonish qiyin edi. Efir. Ko'pchilik Mendeleyev jadvali nima ekani va u o'z ichiga qanday kimyoviy elementlarni olganini biladi. Ammo har bir o'quvchi davriy tizimni diqqat bilan tekshirsa, ular soxta ekanini payqaydi. Dastlab jadvalga boshqa element kiritilgan edi. Newton 0 ga teng edi va Mendeleyevning aytishicha, efir moddalari yengildan tashkil topgan eng yorug'lik qiluvchi modda edi. Ammo keyinchalik jadval soxtalashtirildi, moddalar esa olib tashlandi. Bularning barchasi nega kerak edi? Nima uchun ular o'z o'rniga qaytarilmadi? Bu savollarning javoblarini siyosatchilardan izlash yaxshiroq bo'ladi. Dunyoning butun ta'lim tizimi ham dunyo elitasi tomonidan nazorat qilinadi. Newton qasddan yashirilmaydi, balki bizni taraqqiyot sivilizatsiyamizni saqlab qolish uchun. Aslida efir yaxshi energiya manbasi bo'lishi mumkin edi, biroq neft kompaniyalari egasi milliardlar dollar yo'qotishi mumkin edi. Shu bilan birga barcha siyosiy jarayonlarga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Zombiylashtirilgan musiqa. Qadim zamonlarda barcha musiqa asboblari 432 Hz toza chastotada sozlangan. Dunyo bilan uyg'unlashgan bunday musiqa tabiat tovushlari bilan aralashmas edi. Zamonaviy musiqa asboblarining chastotasi esa 440 Hz ni tashkil etadi. Eng muhimi, miyaga yaxshi ta'sir qiladi va ko'plab odamlarni nazorat qilish uchun ishlatish mumkin. Ikkinchi jahon urushi paytida targ'ibot xabarlari bilan hamroh bo'lgan urush jiringlashi aynan shu chastotada aytilgan. Shunday qilib natsistlar o'z fikrlarini ommaga tarqatishdi. Agar siz o'zingizni tabiiy muhitdan mahrum qilsangiz, musiqiy ohangni ko'tarib, bir oz miyangizga yaqinlashtirsa, siz muntazam ravishda g'azabda bo'lasiz. Bunday odamlarni osonlik bilan nazorat qilish mumkin. Eng dahshatlisi 440 Hzlik chastota. Bunday musiqalar esa hozirgi paytda hamma joyda jaranglamoqda. Bu shuni anglatadiki, ko'pchilik odamlar depressiya va boshqa ruhiy kasalliklardan azob chekishmoqda. Bizning miyamiz ataylab jarohatlangan insoniyatni itoatkor yoki nazorat qiladigan massaga aylantirish uchun. Tovarlarni qasddan bekor qilish. Hozirgi kunda zamonaviy gadjetlar shunday imkoniyatlarga egaki, 10 yil oldin bular fantastika bo'lib tuyulgan. Smartfon ishlab chiqaruvchilar tezda yangi texnologiyalarni qabul qilmoqdalar, chunki yangi qurilmani sotilishi tez rivojlanadi. Shuning uchun kompaniyalar tobora oshib borayotgan talab bilan iste'molchilarni xursand qilish uchun buni amalga oshirmoqda. Lekin bulardan maqsad bitta, daromad olish. Smartfon ishlab chiqaruvchilari smartfonlarning ishlash tezligini sezilarli o'zgartirmaydi. Qurilma sekin ishlashni boshlaganda yangilanishni chiqaradilar va egasi yangi mahsulotlarni sotib olish kerak bo'ladi.
Fransuzlar bu Apple va Epson qurilmalarini birinchi bo'lib ayblashdi. Amerika kompaniyalari sudda yutib chiqqan bo'lsa-da, ular uchun hali ko'plab savollar mavjud. Sun'iy oziq-ovqat. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati katta biznes hisoblanadi. Daromad olish esa texnologiyalardan foydalanish bu mahsulotning narxini pasaytirish imkonini beradi. Bunday mahsulotlarda vitamin ham, mineral ham bo'lmaydi. Supermarket javonlarida joylashgan deyarli barcha mahsulotlar bir oz oshqozonni to'sib qo'yish va qisqacha qon aylanishini his qilish uchun xolos. Ularning ko'pchiligi faqat foydasiz emas, balki xavfli hamdir. Bo'yoqlar, konservantlar va kanserogenlar sog'liqqa jiddiy zarar yetkazishi mumkin va biz dorixonalarga shoshilib darmon uchun katta pul berishga majburmiz. Barcha kerakli elementlarni, sintetik vitaminlar va minerallarni xarid qilishimiz kerak bo'ladi. Shunday qilib nafaqat oziq-ovqat, balki farmatsevtika kompaniyalari ham foyda ko'rmoqda. Levitatsiya. Misr piramidalarining sirlari uzoq vaqtlardan beri olimlarni bezovta qiladi. Shedevr arxitektura obidalarining qanday yaratilgani haqida ko'plab taxminlar mavjud. Bugungi kunimizda qiziqarli surat saqlanib qolgan. Bir guruh odamlar platformani Firaun haykalidan tortib olishdi. Boshqa guruh esa o'z qo'lida musiqa asboblarini ushlaydi. Gipotezlardan biriga ko'ra og'ir toshlarni musiqa yordamida ko'tarish mumkin ekan. Qadimgi misrliklar levitatsiya sirini bilishardi. Ko'plab tajribalar shuni isbotladiki, tovushli to'lqinlar yordamida har qanday jismni ko'tarish mumkin ekan. Hozirgi kunga kelib ham piramida blok toshlar og'irlikdagi narsalarni ko'tarishga qodir emas. Levintining sirli sirlari yo'qoldi, ammo u ongli ravishda jim turibdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.